Bismillahirrohmanirrohim. Allohim bugungi o'yinda futbolchilarimizga o'zing madadkor bo'lgin. Futbolchilarimizni yuzlarini yorug' qilgin. Futbolchilarimizni kuch-quvvatlarini ziyoda qilgin. Futbolchilarimizning qalbiga ishonch va xotirjamlik ato qilgin. Halol mehnatlarini, mashaqqatlarini samarali qilgin. Parvardigoro, futbolchilarimiz maydonga chiqib, chiroyli o'yin ko'rsatib, yangi O'zbekistonimizni sha'nini munosib himoya qilishlarini nasib qilgin. Allohim bugungi o'yinda murabbiylarimiz, futbolchilarimiz bir-birlarini yaxshi tushunib, chiroyli o'yin ko'rsatib, xalqimiz, prezidentimizga xursandchilik, shodlik, faxr olib kelishlarini nasib qilgin. Allohim o'zing muvaffaqiyat bergin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla biqudratika ya arhamar rohimin. Rahmat, salomat bo'linglar.